Assalomu alaykum. YouTube kanalimizga obunachilar, xudo xolasa mana navbatda ishimizda Oltinko'l Qo'shtepasiga yetib kelganmiz. Shunday ko'rinishda oppoq fasonlarda qilib, turbalarimizni esa tushirib berganimizga rahmat beringlar. Obunachilar go'zal holda qilib, qo'ldan kelgancha qilib beryapmiz. Bu ishimizni 385 kvadratga o'xshayda toshiryapmiz. Mana ichkari robotxonalar har xil bo'lgan xatiya fasonlarda qilingan, mana oppoq ko'rib turibsizlar. Oppoq xatiya fasonlarda qilib berganmiz. Bu esa mana robotxonasi. Robotxonamiz ham bir o'zgacha qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yakunlab beryapmiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol muomala qoldirib ketamiz. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. 88 kodi bilan 696 96 96 larga ham telefon qilsanglar bo'laveradi. Harol bir ustamiz she'rlarni qo'yadi do'stim. Jaluzili qilib mana ko'rib turibsizlar. Qo'ldan kelgancha mana pandashga qilib borasiz. Xudo go'zal bo'lib, bu joylarimiz ham chotki bo'lib bityapti.